Gold. O'zbekiston MMA jangchisi. Siz bu bahsni Gold nomi bilan tanidingiz. U 1999-yil 24-oktyabr oyida tug'ilgan. Asl ismi Uzoqov Shahzod. Ijtimoiy tarmoqlarda millionlab ko'rishlar, Avtogonda esa mag'lubiyatsiz janglar. Shahzod o'z oldiga katta maqsad qo'ygan. U Shavkat Cho'rchayev bilan jang qilishga qiziqish bildirdi. Shavkat Cho'rchayevga bo'ladi. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu ikki bahsning jangi bo'lib o'tadimi va kim g'alaba qozonadi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Gold. O'zbekiston MMA jangchisi. Siz bu bahsni Gold nomi bilan tanidingiz. U 1999-yil 24-oktyabr oyida tug'ilgan. Asl ismi Uzoqov Shahzod. Ijtimoiy tarmoqlarda millionlab ko'rishlar, Avtogonda esa mag'lubiyatsiz janglar. Shahzod o'z oldiga katta maqsad qo'ygan. U Shavkat Cho'rchayev bilan jang qilishga qiziqish bildirdi. Shavkat Cho'rchayevga bo'ladi. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu ikki bahsning jangi bo'lib o'tadimi va kim g'alaba qozonadi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.